Hammaga salom bolalar. Bugun biz nima qilamiz deylar? Bugun biza gelik vaginni tepaga qarab terganimizdek ko'ramiz. Kirib olgandan keyin yoqaman zapsni. Let's go. Va mana kirib bo'ldi. Mana nechta borligini sanab chiqaylik bo'ldi. To'g'ri topganga men sizlarga shu modlarni tashlab beraman bolalar. Birdan Telegram kanalimga o'tasizlar va tashlab bo'ladi. To'g'ri topganga shu 2-10 tadan oshiq bolalar. 64 tadan 64 emas, to'g'ri. Bilaman bu qancha sanoqligini ishlaydi. Ha, 70 tadan past bolalar. Va biza buni qo'yib chiqqanmiz. Endi biza oxirigacha ko'rsanglar kortej qilamiz. Kutib tursanglar. Bo'laman, birinchi bo'lib moshin modlarni tashlab qo'yaman. Tashlaganman ham bo'lib. Faqat silkasini tashlamayman. Mana. Va mana BMW mod qo'shdim bo'ldi. Spavan bomba M5 kapiyat. Qarel bo'lgandi. Ulqonlagan qarel. Bulayın davay buni ustiga chiqol ekan. Kichkina mashina bo'ladi. Endi buni davay kortej bolalar. Let's go. Yo'q, hali kortej emas. Yo, Bluetooth ekan bu. Men sal tezroq ekan. Gelik vagon bolalar. Qaranglar, qanday o'qib ketay deyapti-ku bu mashinalar. Qachongina shu modda kerak bo'lsa bolalar. Menga mingta bo'laylik. Mingta obunachi bo'lgandan keyin bu mod va boshqa modlarni tashlab beraman. Ayniqsa ko'pincha so'ralgan mod. Shu modni tashlab beraman, Melta mod. Let's go. O'tib qo'ydim. Maylin. Endi bolalarni kamsin bo'lar. Bir to'rttalar tushgan bo'lsa 12 tadan bas bo'ldi. 12 tadan. Va endi oxirigacha ko'rsanglar kortej bo'ladi bolalar. Ungacha biz hamma mashinalarni ko'rib chiqamiz. Ko'pincha geliklar ko'rganmiz bolalar. Hozircha yangi mod bizga faqat M5 mod bolalar. Let's go. Ko'rib chiqamiz. Ikki mod chiqyapmiz. Undak go'shtlarni ko'rib kortej qilamiz bolalar. Hozir lada-badaq mashinalarni ham qo'shamiz. Hammasi o'zim ko'tim borib chiqaman. Uy, yashilchalar dahshat ko'rinadi shunga. Ayniqsa qaras. Ender Dragon'ni tuxumini olib bo'ldi. Qaranglar. Uy, dahshatdan qarang. Yo'lga qaranglar. O'ynalatda qaytayotgan poyet qanday tez qaytadi. Buni ko'rish lozim. O'z tepasiga sakraydi. Ustidan o'tolmay. Lekin gelik vagon buni ustidan o'toladi bolalar. Pas mashinada. Men bu deganim bilan Mercedes dashatmoqchi emasman. Ikkita mashina ham yaxshi ko'raman bolalar. Keyingi modimiz esa bolalar Lada mod. Qani let's go. Va bolalar modlarni tashib qo'ydim. Qachongina bolalar silgasini tashlashim uchun sizlar menga
tezroq 1000 ta obunachi beringlar va sizlarga shu modda tashlab beraman bolalar. To'xtanglar, yilik vaginlar nima yoqib ketdi? To'xtanglar, yilik vaginlar tushib ketdimi? Ayt, o'lmabdi hech qaysi qarosh. Naborot yaxshi bo'ldi bolalar. Va men yilik vagin va boshqa mashina modlarini ham qo'shdim. Va mana avtosalondan chiqgan mashinalar. Teksturalarni o'qib turish shart emas. Bu o'xshatishim kerak ekan bolalar. Menga farqi yo'q. Farqi yo'q bolalar. Qo'y. Va mana bizga ikkinchi modimiz esa 3 mana ikkinchi modga farqi yo'q. Vas 21.3 bekliyor. Ko'rmaydi. Mana yerga qo'yib bo'lam. Qo'yib bo'lmaydi. Va mashinalarni bo'lib chiqdi. Lada bek. Kalitini olish kerak. Shuna kaliti. Kalit emas, bolalar, benzin. Benzin bu. Bu modda qachon 100 so'mdan ochib bo'lgandan keyin. Turamiz. Bu kaliti mana ekan bolalar.
ishi bo'ladi. Senga o'zim mana geldi mashina. Vay, buna ko'raman. Great very va endi bakalım O'zbekistonda e'lonlar chiqariladi. Xo'p, endi bolalar kortejga keldi. Oxirigacha ko'rsanglar bilasizlar, deydimmi? Va mana qo'ya kortej boshlandi. Uy. Kim o'shani? Cho'tta netto mashinam qaysi? Cümlet mashinaga ishoninglar. Küydüm diyeyim anlamadım. Creeper pakkalladı mı dükkanı? Yok. Bu yaman köy. ikkita bordi bolalar. 62 ta qo'ygan bo'lsa, 52 ta bordi. Bolalar mana shu modlarni qachongina men 100 ta obunachi bo'lgandan keyin sizlarga mujik сказал, mujik сделал deydi-ku. Bolalar har doimgidek
qilganman, bundan keyin ham qilaman bo'ldi. Qachongina 100 obunachi все men tashlayman bo'ldi. Olib qo'yaman modlarini. Telegram silkani ham tashlayman bo'ldi. Videom shu yoqqa tugadi. Hammaga rahmat.